barchalaringizni boshimizga soyabon bo'lib kirib kelayotgan Ramazoni sharif bilan muborak etishga ijozat berasiz. Ulug' oylar kelyapti. Shu ulug' oylarga tanimizni sog' qilib Alloh tinchlik, xotirjamlikda yetkazsin. Qadr kechalarda toat ibodatlar qilishga loyiq bo'lib, hozirdan Ramazonga tayyorgarlik, birovdan araz bo'lsak, arazlarni yo'qotib, kechirimli bo'lib, dilimizni poklab borishni Allohimiz. Alloh taborak va taolo shunday deya marhamat qiladiki, ey iymon keltirgan zotlar, sizlarga ro'za farz qilindi. Sizlardan oldingilarga, ya'ni avvalgi o'tgan muqaddam o'tgan ummatlarga farz qilinganidek, shoyatki bora-bora sizlar taqvodor bo'lishlaringiz uchun deydi. Alloh subhanahu va taoloning fazli, karami, rahmati bilan siz bilan menga Ramazon degan bir ulug' aziz mehmon yaqinlashib kelyapti.